Odilbek, Ayni sen. biz kecha videoni nechaga chiqaramiz dedik? Bilmayman, shanba kuni joyiga shekilli. Men ozgina kompyuterni keyin yangiliklar ko'ramiz. Mayli. Men ham o'ynayman. Kecha yangiliklar ko'raylik deya qiziqishda yangiliklar kutib, ertalabdan beri qara ko'raylik yangiliklar. Hop, Yangiliklar dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizda 14 qishloqda bir manyak hujum qilmoqchi bo'lganini gaplashamiz. la'nat bizim qishloqqa manyak hujum qilmoqchimi? To'xtab, bizni qishloq 13 qishloq-ku qanaqa? 14 bizni qishloq 13 qishloq to'g'rimi? Yo, menimcha unaqa deb o'ylamayman. Ya menimcha shunaqa 13 qishloq bizniki 14 emas. Kecha bor ko'rdim, bor qarab kelgan 14-mi, 13-mi? Ungacha men kompyuter o'ynab turaman. Qo'rqib ketdim. Cho'chib oldingmi birdan ekansan. Bizni qishloq 14 qishloq ekan. Nima bugun bu yerga keladi u? Tushunyapsan, bugun bu yerga bu keladi. Hozirroq bizni bazamizda, ya'ni uyimizni qurishadigan bir narsalar topib, uyimizni himoya qilishimiz kerak. Tushunyapsanmi? Daraxt topishimiz kerak. Daraxt, tushunyapsanmi? Daraxt. Ha, bunda tushundim. Daraxt topib, lekin uyni qo'riqlashga narsalar quramiz. Demaymi aka? Ha, mayli, davay. Endi Boshlaylik. men keldim, bo'ldi. Men keldim. Endi Odilbek kishi bo'ldi. Odilbek kelgandan keyin video nima qilish boshlaymiz. Qo'riqlashga narsalar Odilbek takasiba. Hozirroq tomosh tomonlagan. Hop, endi vertakasilar. Vertakasiga qo'yib, men uyni derazalarini va eshikni himoya qiluvchi narsa tayyorlayman. Nimaligini yerlari tayoqcha kerak. Tayoqcha kerak ekan. Mana bundan yasab olamiz. Endi hamma yoqqa qo'yib chiqaring. Sen keldingmi? Men ham keldim, men yasayapman. Mayli, yasab ur. Endi men hozir bitta nima yasamoqchiman o'zi? Sandiq yasamoqchi edim. Sandiq yasamoqchiman. Endi bu yerga sandiqlarni yasaymiz. Sandiq yasab bo'lgach, mana bu yerga qo'yib qo'ysak, kerakli anjomlarni shu yerga solamiz. Ikkitasiga solamiz. Chunki bitta yetmaydi. Yemayda ikkita sandiq qo'ygan joy yo'q ekan. Hammani ishimiz ko'p bo'ladi hozircha, keyin to'g'rilaymiz. Hozircha joyga, interyerga e'tibor beramiz, faqat xavfsizlikni o'ylaymiz. Hop, endi sen nima qilyapsan? Narvonimi kerak? Mana kiyib qolganda tomga chiqib olamiz. Keyin bizga ishonmaydi u. Ha, to'g'ri, lekin nima sen o'ylaysanki narvondan chiqishni bilmaydi deb. Balki dog'dirdir. Balki bo'lishi mumkin. Menimcha ulardan ham dog'dir. Undan televizorga chiqmasdi. Rosta, to'g'ri aytasan. Hop, endi men sakrab mana bu eshiklarga mana bundan qo'yib chiqishim kerak. Xavfsizroq bo'lishi uchun. Mana juda xavfsiz bo'ldi. Mana aynalarga qo'yib chiqsam, juda xavfsiz bo'ladi. Endi yana gapiraman o'zim o'zim. Ketmay gapirib bo'ldi, endi hech narsa qilmayman.
Voy, olma bu yaxshi. Mana bu qilichlarni olgin. Ana manyak kelganda bizga ancha asqotadigan narsa bular. Tushunayapsanmi? Rahmat aka, bo'ldi, oldim hammasini. Judayam yaxshi qilich. Taxtali qilich bo'lsa mayli endi. Borib ish qilamiz, chunki bizda hozircha tosh yo'q. Mayli, endi ozgina kompyuterni o'qlab turamiz. Yellanadi. Kechqurun bo'pti. Odilbek, yo'q, Odilbek. Voy, yo'q. La'nati yo'q. Yo'q la'nati. Bir uraman. Yo'q. La'nati kechqurun bo'ldimi? Nimcha yo'qolmaysan-ne? Ko'zim ilib nur tushgan edi. Mayli, endi mana kelmayaptimikin yo'qmi? Men aylanib qarab turaman. Sen ham narigi tarafdan aylanib qarab tur. Menimcha hali beri kelmasa kerak. O'nikida keladi deyishadi-yu. Yellarni tanimayman. Manyak ketdimi? Ha, manyak keldi. La'nati manyak kelibdi aka. Ha, men ham ko'rdim. Mayka bekam oldimmi? Yana biroz bekam ol. Bekam olishdan foyda yo'q-ku. Bekam olishdan foyda yo'q-ku. Adama bekam olishdan juda katta foyda bor. Yellanati eshikni saqladi. Olajonlar, yana martga bor edi. Meni hech kim yo'q. Ana suyetilar yonib turibdi-yu. Suyetilar yonib turibdi deysizmi? Ha, mana suyetilar yonib turibdi-yu. Ana o'chirib qo'ydik. Ana o'chirib qo'yapmiz. Ana o'chirib qo'ydik. Nega o'chirib qo'yishsa yo'q ham suyetdi. Mana yoqdik. Men hozir eshiginglarni buzib uyga kiraman va sizlarni yo'q qilaman. Yo'q, unaqa qilmang. Odilbek u bizning uyimizga kiryapti. Uyg'on la'nati, uxlab qoldingmi turgan joyda? Hozir aka biz anaqa narsalarimni joylab olaylik. Nima qilib yaramas. Hozir sandiq joylaydigan vaqt emas. Yo'q, manyak kiryapti uyimizga la'nati. Yo'q, ikkalasi yo'q. Mana qo'yadi yo'qdingmi? Ha, bo'ldi, yo'qdim aka. Mana eshik ustada turibdi. Lekin aka u senga o'xshab. O'zi siz lekin. Hoy. Uyda o'zi kimdir bormi? Hech kim yo'q. Aldama gapiryapsan-u. Yo'q, hech kim yo'q. Eshikni buzyapman. Yellanadi, eshik buzyapti. Eshik buzyapti. Qilishlar tayyorlar. Ashikka nima qo'yib qo'y. Keyin nima kirolmaydi. Yellanadi, eshikni o'zini buzib oldi. Voy, eshikdan ochib kiryapti. Yellanatlar, beka qo'yib qo'yishdim mana taxtachalaringdan. Bu taxtachalaringni hozir sindirib ketaman. Tushunibsanlarmi? Yellanati. No, ana uni bu yerda ko'rdingmi? Yellanati ko'ziga nima qilgan uni? Uni urma la'nati. Meni urma. Men kirganimdan keyin seni qiynab o'ldiraman. Yellanati. Men endi sizlarni birinchi bo'lib qishlog'ingizga kelganimni tabriklab sizlarga qayoqqa ketyapsizlar la'natlar? Voy, nimaga kirib ketding? Qoch, Odilbek qoch, tepaga chiq, o'zi biz topolmaydi. Tushundingmi tepa? Ya, tepaga chiq, qayerga ketyapsan? La'natlar, qayerga ketdilaring? Men hozir sizlarni topib olib, o'ldiraman, tushunibsizlarmi? Ikki chetdan tashlayman, chalpay bo'lasanlar. Ana u ketdi shekilli. Bo'ldi, ketdi. Sen videoni yo'lda tugatgan bo'ladi, to'g'rimi? Ertalab bo'lyapti. Ha, to'g'ri. Mana siz video tugatadingmi? Ha, 5 minut turibdi. Ana u kelyapti. Qoch yerdan, qoch, seni ko'rib qoladi. Meni ko'rmaydi. O'tiraman. Ha, seni ko'rib qoladi u yerda. Orqaga qara, aka, orqaga qarang. Nima? Qanaqa? What the fuck? Nima qilyapsan? What? Nereda o'ldi? Yo'q, u hali o'lgani yo'q. Yo'q, u o'lgani yo'q. O'lgani yo'q deysanmi? Ha, o'lgani yo'q. Yellanati yana chiqyaptimi? Ana chiqdi. What the? Wow! Meni ukamni o'ldirdingmi? O'zi o'lib ketdi.
O'lmadi ana, bet ko'rinyapti. Ye. Mana tirik qoldingmi? Ha, men tirikman. Men sizlarning qishlog'ingizga yana bir marta qaytib kelaman, yaramaslar. Bo'ldi, biz uni qishlog'imizdan haydab yubordik. Endi obunachilar bilan xayrlashgan bo'ladi. Xayr obunachilar, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.